7. qism. Yurkim bir shumliqni sizib atadi. To'yimizga haftalik qolgan edi. Yana bir sajjilik chiqmag'aydi deb xiyol qilib o'ltirsam, birsi kirib keldi va mendan so'radi. Sizlar aralashayotgani qanchalik bo'ldi? Bir yildan oshdi-ku deyman. Sizlar bu jarayonda munosabat o'tkazmagansizlar, ha? Yo'q, o'tkazmadik. Bir ish bo'ldimi? Cho'ngishqo yo'q. Loyig'ingizning kunda azroq masala bayqaldi. Shunlashqa ahvol egallayli degan. Bo'lsa, sizlar to'y qilmay tursanglar. Nima? Xato diagnoz qo'yilib qolmagan bo'lmasa yana? Xato chiqishi mumkin emas. Qaysi kuni qayta baholash uchun yuqori darajali o'rinlarga avatib baholatdik. Yana o'xshashgan. Uning gepining oyog'i chiqib bo'g'icha sirtda varang-churang chiqib ketdi. Shamsiyaga birnin bo'lmagan bo'g'iydi deb sirtqa o'zimni atdim. Yondagi ishxonada Shamsiya o'shsiz yotadi. Men uni ko'rib yinig'ili yiqildim. Tezla hoshimga kelibdiman. Shamsiya texicha hoshiga kelmabdi. Bu holatdan ansirgan tekshirish o'rindikilar bizni xalq doktorxonasining jiddiy qutqizish markaziga akelib qo'yishdi. Shamsiya orliqda bir hoshiga kelgandek qilib yanada hoshsizlandi. Uydagilarga uqtirishdan qo'rqdim. Ular nima deb tushundirman. O'zim bir amallarni qilmasam bo'lmaydi. Taqdirning chaqchig'imi bilmayman. Bu yerda savodishim Muratni uchirtib qoldim. U o'g'inish uchun bu doktorxonaga kelgan ekan. Voy Shakirjon, nima bo'ldinglar? To'yingni Urumchida o'ynaydigan bo'ldik deb yursam, nimish bu? U Shamsiyaning o'shsiz, mening o'shkallamning joyida emasligini ko'rib shundoq dedi. Nima degili bo'ladi? Yolg'onni birni to'qidim. Hech nima adash. To'yning tayyorlig'ida charchab ketgan bo'lsak kerak. Shamsiya rasta tuyuqsiz hoshidan ketdi shu. Alloh egam qilgan yolg'onchiliklarimni kechira. Qarab turib to'y xiti uchun tekshirsak, Shamsiya kasal chiqdi degili bo'ladimi? Voy Xudoyim, adash unda o'scha qira. Berib qon tekshirib baqila. Muratning qonni tekshirib ko'raylik degan gapini anglab, biri ustimdan bir chelak sovuq suv quyib atgandek andikib ketdim. Nima? Qondan nima masala bo'ladi adash? Charchab ketgan chig'i tezda o'ng'ishlab ketadi emasmi? Qara, bu qon tekshirish degan faqat bir rasmiyat adash. Bu balnis yotgan bemorli bo'ldi ekan, tekshirmas bo'lmaydi buni. Uning ustiga qonda buzilish ko'rilsa, osonlik o'shidan ketadigan ishlar bor. Tekshirganning ziyni yo'q adash. Muratning tushuntirishini anglagandan ko'ra, boshqalardan tayoq yeysam-mu buncha bearam bo'lmasman. Amalsiz qarab turishga majbur bo'ldim. Atilikka cho'qim chavimiz chitqi yildigan bo'ldi. Ba'zi zarur tekshirishlar tugigicha kechimi kirib tong otay deb qoldi. Tong yo'rishga yaqin Shamsiya o'shiga keldi. U ko'zini ichib, o'ziga talmirib qarab turgan meni ko'rib, ko'zini yumib oldi. Ko'z jiyaklardan yosh tomchilari eqishqa boshladi. O'zingni buncha azoblama Shamsiya. Meningcha tekshirishda bir xatolik bor. Boshqa o'rinda tekshirib baqsaq bo'ladi-ku. Tasalli so'zlarim uning yoshlarining teg'imi ovushiga sabab bo'lmoqda. Yuragimni cho'ng qilib, uning mang'izlik yoshlarni ikki olqinim bilan surtishga boshladim. Qo'llarim yosh emas, o'tni surtayotgandek kuyishmoqda. Yuragim tatliq sizim ichidan ochiqni his qilmoqda. U esa deb yig'laydi. Iymon, oya, nomusni birinchi o'rin qo'ydigan g'ubarsiz bu jon azobdan o'zini yo'qitib qo'ydimi, bilmayman. Bir chaqda tuyuqsiz u qo'llarimni tutib oldi. Agarchanda o'sh kallis joyida bo'ladigan bo'lsa, qo'llarimni tutish emas, qarishib o'ltirishdimi uyalgan bo'ladi. U so'zladi. "Menga ishon Shakir. Men unda qizlardan emas, qizlik ipitimni jinim bilan qo'g'dab kelganman. Men pak. Men..." Uning ovozi bekma zaif bo'lib, xijolatdan so'zlayolmay qoldi. Bo'ldi, so'zlama Shamsiya. Men sana ishonaman. Ularning tekshirishida cho'qim bir masala bor. Ko'zlarimdan oqqan yosh uning mang'iziga eqib tushdi. Ikkimizning yishi birlashib, qalbimizni larziga soldi. U mening qo'limni qo'yib dedigandek emas. Qo'limni qo'yversa, men qechib ketadigandek, qo'llarimni teximi chang siqatdi. Menga ishon Shamsiya.
O'ladigan ish bo'lsa-mu, sen bilan cho'qim birga o'laman. Shu mehizlik qilma Shakir. Men bilaman, cho'qim bir o'qishmaslik bor. Men ularning siz kasalkan deginidan emas, qizlik ish bitimga tajovuz qilib so'rgan savollaridan o'shimni yo'qotganman. G'urur degan mana mushu. O'lim xabarini anglaganda pisantiga olmay, o'zining iffat or-nomusining bo'hton tajovuzga uchraganini anglaganida o'zini tutib olmaganligi bizning Uyg'ur qiz juvonlarimizning asosli axloqi edi. Nadim paydo bo'ldi bir turkum nokaslar millatimizning yuziga dog' surkab, yuzimizni tushiratdi xolos. Bo'ldi, o'zing gap ketma. Ularning undaq savollarni so'rashi kasbiy xizmatlardan Shamsiya, dedim. Men Shamsiyaning undaq kasal chiqmasligini umid qilardim. Kasal bo'lgandimi, qaysi yuzim bilan uni tashlab keta olayman? Yurgim bir narsani sezgandek qiladi. Shamsiyaning bayotin qilgan so'zlari yuragimga malham bo'lib, orzularimning reallikka aylanishidan umid akeldi. Uydagilarga demagansan? Yo'q, demadim. Yaxshi qipsan, ularni avar qilmayli. Ular nima deb qolgandi? Ikkimizni bir kecha nega yo'qoldi deb o'ylaganmidi? Uningda xotirjam bo'l. Ro'shangulga deb uyingdagilarga telefon og'izvatdim. U uyingdagilarga bugun kecha Shamsiya bilan birga qo'nib mungdishib olay. To'y qilib kelsa, bundaq fursat kelamdi yo'q degandek gaplar bilan aldab qo'yibdi. Yana texi hozirdan boshlab Shamsiyaning telefonini atatigangacha musodir qilib oldim. Bu mislar sig'inib qilib, telefon qilib ap ketmanglar debdi. Shuning bilan telefoningni etivatdim, dedim. U qo'limni qo'yib berdigandek emas. Ko'zlarimga qarab turib, namozimni o'qiyamabdi-manda, deb Allohni unutmaganligini eslatdi. O'zingning o'shini yo'qotgan bo'lgandan keyin Allohni kechira, keyin to'liqlab o'qib olasan, dedim men. Tuyuqsiz biri, Ey. Ya biyat qo'linglarni buncha silishib o'tirib ketmasanglarmi? Necha kundan keyin bir-biringlar qiynalotdinglar emasmi? dedi. Qarasam Muratga. Uning chaqchaq qilib kirib kelishi Shamsiyani shunchalik jiddiylashtirdiki, qo'lini qo'limdan tiz tortaman deb qo'lini tomga tekkizib oldi. Uning chiroyining qizarg'ini yig'ilgandagi sulg'in chiroyda monument deb bilindi. Kechiringlar. Bu oshiq mashhurlarning bir yataqda ekanligini bilgandan keyin eshikni chekib bitib kirishim kerakdi. Sat bo'ldimi? Yo'q. Ahvoling yaxshi-da adash. Qayerdan paydo bo'lding deb qo'ymaysan. O'zlarini cho'ng ko'rib, tekshirish natijalaringni ufqay deb kechilab berib o'zim keldim. Cho'ng chataq yo'qkan, Xudoga shukr. Oldirmasang 1-2 kun yetib chiqarsangmi? Oldirsang hozir chiqarsang bo'ldi. Charchab ketgan o'xshaysa adash. Demilishga diqqat qilsang bo'ldi. Murat shundoq deb bo'lib, "Ma u tekshirish natijalaringni ko'rib baqsin" deb og'ash kirgandim. Ko'rib baq. deb bir qancha varaq qog'ozni Shamsiyaga tutqizib qo'yib, "Unda men chiqay. Jiddiy qutqizatgan bir keslim bor-da. Chiqibli kiray. Men nashlig'inglar mendan jiba, ayol bo'lmayli kirman. Ma'qul-a?" deb chiqib ketdi. Shamsiya xijolatdan bo'lsa kerak, Muratdan ahvol so'rashgan petnolmadi. Murat nerdan paydo bo'ldi endi? O'g'inish ketdikan, uchrashib qoldik shu. Seni bozor arlavitib yiqilib qoldi dedim. Undaqda Ro'shangulga nima deding? Nima deydim? To'ydan burun bir kecha o'rdoq berib tunaydigan bo'ldik dedim shu. U ishonmadi. Menimi birga operanlar deb turib-olgandi. Men o'zimiz yolg'iz tunaymiz, daxli qilmasang degandan keyin talabimga ma'qul bo'lib, uyingdagilarga telefon qilib, uchirni bergandan keyin men telefonni etivatdim. Bo'lmaganida uning avor qilib kecha-kecha telefon qilib yurishi muqarrar. Esimda borda telefonni ichib qo'yay-a. U cho'qim telefon qildi-ku deyman. Bu sening doktor kirib qolganligini aytaydi. Shamsiyaga qarasam, qo'lidagi tekshirish qog'oziga tikilgancha qarab o'ltirib qoldi. Hayron bo'lib, qo'lidagi qog'ozni elib olsammi to'ymadi. Nim bo'lding ey? Qara Shakir. Nimaga qarayman? Men bu qog'ozdagilarni tushunmasam yo, tibbiy savod deganga ancha qiziqib ketmaymanmi? Mana buningga qara. Buningda meni sog' debdi. U tekshirish qog'ozdagi bir o'rinni ko'rsatib, meni ko'rdingmi deganda ko'zlarimga yaqin akeldi. Yuragim xush xabardan bishorat oldi. Nima deysan Shamsiya? Iliq kasalni yo'q debdimi? Shundoq Shakir, nijosat kasalni yo'qkan debdi.
o'zimni tutib ololmay, Shamsiyani tortib bag'rimga bosdim. Ko'zlarimdagi xushallik ishi uning sochlarini yuvdi. Bag'rimda Shamsiya isa deb yig'lamoqda. U oldi bilan hoshini topdi. Bo'ldi qil Shakir, o'zimizni tutib olaylik. Allohning sinoqlarini unutib, nomahram bo'ladigan ishlardan o'zimizni tortaylik. O'rningdan tur. Allohning shafqatiga rahmat aytib namoz o'qiylik. Ma'qul. Uni qo'yib etib sirtqa qardim. Bir-birimizga tasalli beramiz deb tong yo'rg'inni bilmay qopdimiz. Tahorat elish uchun suvxonaga bordim. Namozni tugatib turatdik, Murat kirib keldi. Mush atrofda bir nashtliq bak o'xshaydigan bir yabatdi. Jindek saqlab tursanglar, kiyimimni almashtiribdi kire. Shamsiya, siz endi menga oladigansiz? Deb javobni kutmay chiqib ketdi. Uning Shamsiya, siz endi menga olasiz degan so'zi meni ajablantirdi. Shu asnoda telefonim sayrab ketdi. Qarasam, Ro'shangul uribdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nadasizlar? Namozimni tugatib sizlarga telefon qilishim. Xalq doktorxonasining jiddiy qutqizish markazida. Bir shumliqni ko'nglim tuygan edi zodi. Men hozirla boraman. U shundoq debla telefonni qo'yib etdi. Shamsiya qarasam, uning bayotin qoltidan qilcha asar yo'q. Chiroyi nurlanib qopdi. Qanday qilamiz? U ikkisiga bo'lgan ishlarni damdoq. Qani, ahvol qarab baxmamdoq. Uning ko'p gap qo'g'iz kelmaganchig'i shunchalik javob berdi. Muratning yaxshi bir joyni bilaman degani kichikli bir choyxona edi. To'timiz choyxonaning tor o'rindiqida qisilib, bir-birimizga qarab o'tirib choy ichishdik. Choyxonada odam ko'p bo'lgani uchun ko'p gap qilmay choyga daxil bo'ldik. Nashtligi yomon emas ekan. Charchagan bo'lsaqmi, umidning tug'ilishi ishtahani ochdimi, aytavur ko'proq qizolandim. Shamsiyaning ishtahasi ichilib qolgandek qiladi. Sirtqa chiqqanda Ro'shangul: Bu saharda aylanib yursakmi sat turdi. Yuringlar, bizning uyga boramiz. Mendan boshqa hech kim yo'q. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Uning uyi bir dachi edi. Dadisi savdo ishi bilan chiqsa, o'ltirib qo'pish uchun olgan ekan. Hozir Ro'shangul Urumchida bo'lgani uchun shu turib atadi. Ya Allah, ey, bu uyda qo'rqmay qanday o'ltirdigansan? Bu yolg'izlikda jinga hamroh bo'lib o'tiramsa bu yerda? Muratning bu uyga tunji kelishi bo'lgani uchun hayronlikda so'radi. Nimadan qo'rqatdim? Ko'nib ketdim bo'g'ay, yolg'izlik xayolimga kirib chiqmaydi. Ro'shangul yolg'izlikni tilga olganida men qarab qo'ydi. Balnisga kirib qolgudek nima bo'lgandi? Tunugun desanglar men hamroh bo'lib qarishib emasmidim. Uyda yolg'izligimni bilgandan keyin meni ansirab uyda o'ltira olammi deb qo'ysanglar bo'lmasmi? Kecha uxlamay telefon qilib chiqdim desa, telefonni e'tiborimni ko'ray. Shu seni avar qilmay debchi. Aras, eliqi kasalliklarning oldini olish punkti chiqarib bergan tekshirish isboti inoladi bordi? Uni sen qandoq bilding? Taajjub bilan so'radim. Shamsiyaning chiroyi xijolatdan shunchalik qizarib ketdi. U yerga qarab o'ltirib oldi. Qandoq bilatdim? Tunugun sizlarni akelganlar davolashga yordam bo'lib qolarmikin deb berib ketgan. Muratning bu deganidan hamma ishlardan xabardor ekanligi bilindi. Yo'shirishning hojat qolmagan edi. Undaqda bilib turib, yana nima deb tekshirib yurysizlar? Shu, asli tekshirib yurmay, o'shiga kelganda yuqumli kasallik doktorxonasiga yo'llab berish lozimdi. Lekin menda gumon bo'lg'achqa, kechilab tekshirishning natijasini chiqarg'izdim. Deganimdek bo'ldi mana. Gumon qolmasin deb tibbiy universitetga savodoshlarimga deb uyadim tekshirib etdim. Natija o'xshash saq ekan. Murat so'zlayotganida ko'zlarimga burun uni ko'rib boqmagan odamdek, hattoki Xizrdek ko'rinib ketdi. Sen nimadan gumonlanib shunday qilding? Nimadan gumonlandim adash? Imonim Shamsiyadan gumonlanishga yo'l qo'ymadi. Men shuncha hurmat qiladigan, iymon e'tiqod surishtirsa hamma tal tepiladigan bir qizning mushundaq nijosat kasalini yo'shirib to'y qilaman deb yurishiga ishonmadim. Shamsiyaning pokligiga imonim bilan ishnatdim. Chunki u mening uzun yillik savodishim va xizmatdishim tursa, men uni tushunmay qolamanmi? Yana biri Shamsiyaning diagnoz qog'ozida AIDSning oxirgi bosqichidagi natijaning yozilganligidan gumonlanib shunday qildim. Kasal bu bosqichga yetganda uning kasalini yo'shirib saq yuralishi mumkin emas. U shundoq deb gapini tugatdi. Nima deyishyapsizlar?
Hech bir gapinglarni tushunmadim-ku. Ro'shangulning bu gapi kulkamni keltirib qo'ydi. Uning bo'lgan ahvolni bir qo'r tushundirdik. U bakla hayron qilib. Ziyonkashlik. Bir ziyonkashlik qilgan gap. Cho'qim aniqlamay bo'lmaydi. dedi. Muratmi qo'shib, Men mo shunday o'ylayman. Tasodifiy almashib qolgan deyishga bo'lmaydi. Ularning tekshirish tartibi shunchalik mukammalki, biri saxtlik ishlatmasa, hargiz almashib qoladigan ahvol ko'rilmaydi. undaqda kimni saxtlik ishilta? Savol bilan Shamsiyaga qaradim. Shamsiya yanala beshini yerga qilib, sangiltib o'ltirgan. Murat yana so'zladi. Cho'qim sizlarning to'y qilishinglar qarshi turadigan birisi tekshirish o'rindikilardan birini setib olgan bo'lmasa yana. Muratning so'zi tugishiga Ro'shangul. Cho'qim Aygul. Uningdan boshqa biri bunchalik razillik qilishni bilmaydi. Menmi shumikin deyman. Shumikin emas, cho'qim shu. Shu bo'z qanday qilamiz? Qo'limizda isbot bo'lmasa, na turib shu degili bo'ladi. Isbot? Isbot deganni biz topmaymiz. Qonun o'rinlari topadi. Dilo ma'lum qilayli. Hech bo'lmasa kasalliklarning oldini olish o'rindikilar obdan tushuncha berib, kechirim so'ramiz bo'lmaydi. Murat ishlarni atrofli o'ylaydi ekan. Bu gaplari menga yoqqan edi. Biroq gapimizni anglab berayotgan Shamsiya deganinglar to'g'ridir balkim. Men shunday gumon qilaman. Aygulni qildimi deyli? U ishlarni aniqlab nima qilamiz? Uning qilganligini isbotlashning bizga nima foydasi? Bo'pti David deyli. Davron salsak o'zimizga misat bo'ladi. Arz qilsak bu ishlarimizga cho'nglarni so'rab kiramiz. Men bu rasvoliklarni cho'nglar bilmaskan degan umidda. Biroq kasalliklarning oldini olish punktidagilarning tushuncha berishini cho'qim talab qilmasak bo'lmaydi. Shamsiyaning bu pozitsiyasi bizni hissiyotimizni besib olishga, pitning ochchig'ida chaponni o'tqa tashlamaslikka ko'ndirdi. Arzli qilsak cho'nglarning beyaram bo'lish turgan gap. To'rtlimiz birlikka keldik. Kasalliklarning oldini olish punktidan tushuncha berishni talab qilish uchun shu yoqqa qarab yo'lga chiqdik. Menishdan burun Shamsiya meni yonga tortib, Shakir, Aygulni nimishqa qo'g'daydigansan deb so'rg'ingning borlig'ini bilaman. Umi bir ziyonkashlikka uchirg'ichi. Az kun saqla. To'y kuni bir hujraga kirganda barliq ahvolni sana aytib berman. Sen anglashga taqozo bo'lib ketgan Aygulning akasi bilan bo'lgan ishlarni deb berman. Hozirday desam, ikki yotchiniz o'ttirsida degili bo'g'idek gaplar emas. Men sening ayoling bo'lganimda torting'idek, oyoq qilg'idek ishlar bo'lmay qoladi. Shu chaqda bil, dedi. Shuncha saqlabdi men. O'zim so'ygan qizning iffatli qiz ekanligini uqdim. Boshqa ishlar uchun yana ap saqlasam nima bo'pti? O'ylamabdik. Kasalliklarning oldini olish punktiga kelsak, bugun dam olish kuni ekan. Boshliq yo'q bo'lib chiqdi. Faqat navbatchilik qilayotganlar bor ekan. Arzimizni qilolmay yenishga majbur bo'ldik. Murat aytdi. Sizlar to'yga tayyorlik qilamiz deb aldirash bo'lib ketisizlar. Odat to'y xati berdiganlar, doktorxonaniki isbot bo'lganda onandikin to'y xati berdi. Isbot chiqarib to'y xati olamiz deydiganmiz, to'yga ulgurmaslik mumkin. Shunga sizlar xotirjam ishinglarni qilaveringlar. Mening u yerlarda tanishlarim bor. Men amalni qilaman. Sizlarning avori bo'lib yurishinglarning hojati yo'q. U lozimliq material Shamsiya bilan birga tushgan to'yliq suratlarni ep qoldi. Biz bir g'amdan qutuldik. Qimmoqchi bo'lgan arzni to'ydan keyinga qoldirdik. Chunki vaqtimiz qis. To'y xitining ishi hal bo'lgan tursa, avorchiliklardan yiroq turganimiz yaxshi edi. Qimmoqchi bo'lgan ishlarimizni taqsimlab, o'z ishimiz uchun ayrilishdik. Bütün ishlarimiz o'ngishli bo'lib, to'y kunimi yetib keldi. Shamsiya qo'ldoshlikqa Ro'shangulni tanladi. Men bo'lsam Muratni tanladim. Bu yurtning qoidasi bo'yicha atiganda nikoh o'qitish uchun Shamsiyalarnikiga yetib keldik. Afsus, Shamsiya saharda nikoh o'qitishga qarshi chiqdi. Shuncha nomuschon qiz bugun yo'lvosning yurgini yabag'andek. Dada, nikoh o'qib bo'lgandan keyin meni Shakirga qo'shib qo'yamsan yoki uyimda qilib qolamdiman? deb dadisi savol tashladi. Dadisi, Nima deysan qizim? Hozir degan nikoh o'qiymiz. Shakir seni biz to'yichi berib bo'lgandan keyin olib ketadi. Bu degan yurtimizning qoidasi. Yo'q dada, hozir nikoh o'qisa meni hozirning o'zida Shakirga qo'shib qo'y. Dinimizda qoida deydigan narsa yo'q. Balkim hukm degan narsa bor.
islom hukmida men birovning nikohiga o'tgan ekanman, shuning ilkida bo'lishim kerak. dedi va nikoh o'qish uchun kelgan qoriga burilib. Shundaq-ku qarim. Bu gaplardan o'duqqan qori amaliyotda sizlar degandek bo'ladi. Ammo yurtimizning nikohini attigini o'qib etadigan ishlarni umumlashgan. Buningmi hech yomoni yo'q singlim. Undaqda buning dalili nima ekan? Nikohni yigit qiz ko'chirish uchun kelganda o'qiyli desak, yigitlarimiz orliqda ozroq ichimlik ichib oladi ekan. Shuning bilan nikoh vaqtida qalaymaqan gap so'zlar ko'rilib qoladi ekan. Yana biri qizlarimiz girim qilaman deb ba'zan girim buyumlarini ishiltib qo'yadi ekan. Biz bu girim buyumlarining halol bo'lmasligidan ansirab, nikohning mustahkam bo'lishini o'ylashib shunday qilamiz. Uning ustiga ba'zan kitoblarda payg'ambarimizning attigini nikoh o'qiganligi qayd qilingan singlim. Haraq ichib mas yurgan odamga nikohning nima ishi qarim? Nikoh degan pok musulmonga vojibdir. Bizning bu to'yda haraq sharaf yo'q. Men bu girim deganni qilmayman. Shunlashqa shokirlar kelganda nikoh o'qigan bo'lsalar, Alloh sizlardan va bizdan rozi bo'lmasmidi? Payg'ambarimiz atdiganda nikoh o'qigan bo'lsa, u zamonda yigit nikoh o'qigandan keyin nikohiga o'tgan ayolidan ayrilib tikanmi? Allohning silidek esil fazilatli qiz juvonlarimizni ko'proq berishini tilayman singlim. Haq gapni qildilar. Bizmi amalsiz shunda qilishga majburmiz. Silidek bir mo'mini singlingizga nikoh o'qib qo'ya olsam, menmi faxrlanaman. Elg'ichi Allohga omonat. qorim shundoq debla gapni kesibatdi. Biz qaytishga majbur bo'ldik. Yo'lda Murat ozroq ishim bor edi, tugitib kelaman deb biz bilan xo'shlashdi. To'y pokiz bo'lib o'tdi. Biroq nima uchunkin Murat kelmay qo'ydi. Ko'nglim bir xil yerim. Uning bir kelishmaslik kamligida deb ansirash ichida qiz ko'chirish uchun Shamsiyalar choy berib atgan restoranga keldik. Ko'nglimni shuncha xushal tutay desammi, yurgim bir xil ansiz so'qatdi. To'yda bir ish yuz berdigandek. Holatimni tasvirlashga ojizlik qilatdim. Qo'rqqan ish oxiri yuz berdi. Qori nikoh uchun taraddud qilib, to'y ahlini atrofiga yig'ib, ozroq amr ma'ruf qilishga tutish qilayotganida so'ringa Oygul paydo bo'ldi. U qoriga qarab: Qarim, nikoh o'qiyversilar. Men bo'lsam, bugun xotin olmoqchi bo'lgan yigitning cho'ng xotini bo'laman. Shariatda bir erning ko'p xotinlik bo'lishiga yo'l qo'ydi-ku deyman. O'qiyversilar. Demasmi, beshimdan tutun chiqdi. Nadim paydo bo'ldi ma shayton. So'rindikilar nima bo'lganini anqiramay bir-biriga qarishib turib qilishdi. Men "Yo'q, ko'zimdan qon yo'q" deb til soldim. Atrofimdagi cho'nglar, ota-onam, qiyin ota, qiyin onamlar ko'zimga ko'rinmadi. Uni urish uchun etildim. Boshqalar tutib oldi. Oygul qechishdi yo'q, qo'liq to'y xitigo deyman bir nimani elib. Tilla Shakir, obdan tilladim. Qo'limdagi ikkimizning to'y xiti. Buningdan 1 yil burun olgan tuqqu. To'y kuni dadam tuyuqsiz kasal bo'lib qolib nikoh o'qitamaganligi yerimiz bor. Bo'lsa obdan birini urib ol. Hozirli qaysimizning sening qonunli xotining ekanligini ayirib qo'yish uchun qonun xodimlari keladi. Shular ayirib bersin bo'lmasa, dedi va beshamlik bilan dadamning oldiga berib. Sizlar guvoh-ku dada? Qarasam, dadam qardab turgan yerda qetib qopti. Nikohdan ajrashib bo'lgan tursak, orallah shundoq deyardim. Qani shu nikohdan ajrashish xiti. Nomussizning yuzimi qizarmaydi ekan. U degandek nikohdan ajrashganlik isboti qo'limda yo'q. Yurtda qolgan edi. Uning ustiga bu isbotni Oygul bijirgizgan. Dadam bijirib qo'yibdi deb akilib bergan. Uning rost yolg'onligimi noma'lum. Yerga kirib ketgan bo'schi atrofda kusur paranglar ovib ketdi. Degandek xalq ishlar tarmog'idagilar paydo bo'ldi. To'y buzildi. Ularning aytishicha, Shamsiya bilan ikkimizning to'y xiti saxt ekan. Rost bo'lgan taqdirdimi Oygul bilan bo'lgan to'y xiti rost bo'lgani uchun men qo'shni nikohlanganlik jinoyati o'tkazgan bo'ladi ekanman. O'lmidim boshqa beri bo'ldim. Tuyuqsiz qaysi kunki kasalliklarning oldini olish punktidagi men bilan paranglashgan xodim 2 soqchi bilan kirib keldi.
Ular atrofga obdan sapsilib, gul qisib, to'yliq kiyim kiygan meni nihoyat tez to'nib oldi va oldimga kelib. Shakir degan senmi? Ha, Biz seni saxta isbot yasagan, saxta to'y xiti bilan qo'sh nikohlangan degan gumon bilan tutib turmiz. Ma'lum qo'l qo'y. oldimga sunilgan qog'oz qarab ko'ppidi yiqildim. Hushimga kelganimda doktorxonada ekanligimni bildim. Beshimda onam yig'lab o'ltiribdi. Ko'zimni ochqanimni ko'rib bag'riga bosdi. Yig'lay desam-mu yosh chiqmadi. Onamning yig'isi to'xtaydigandek emas. Dadamning to'ydagi holati ko'z oldimga kelib so'rdim. Dadamchu. Onamning yodiga bir ish yetgandek o'rnidan tez turdi. Elimi yaxshi, ho'shingga kelding o'g'lim. Dadangga xush xabar yetkazay. Umu qon besimi o'rlab ketdimi? Yetib qoldi o'g'lim. Ammo ig'ir emas. Ansirmasangmi bo'ladi. Men sirtqa chiqib kiray o'g'lim. Shamsiyachu. Onam duduqlab qoldi. Ondan tezli o'zini o'ngishib olib. Shamsiya qizimni sog' salomat. Ansirma. U shundoq dedi-yu, ko'zlaridan marjandek eqiyotgan yoshlarni mendan yo'shirish uchun yotoq sirtiga tez chiqib ketdi. Qaraganda Shamsiyaning holi xarob edi. Yenimni aqtursam, telefonim yenimda bor ekan. Ro'shangulga telefon qildim. Assalomu alaykum. Shamsiyaga nim bo'ldi? Ansirma. Ho'shingga kelgan bo'lsang yaxshi bo'pti. Men hozirlik qishinga kiraman. U shundoq debla telefonni qo'yibdi. Deganidek tezlik kirib keldi. Sen bo'lsangmi odamni xotirjam qilib turding. Ro'shangulning bu gapidan Shamsiyaning hushsizligini bildim. Xotirjam bo'l Shakir. Shamsiyami yaxshi bo'lib ketdi. Ana, uni qishingdagi yotoqda yotadi. Deb yondagi yotoqni ko'rsatdi. Uni ko'rib kelish uchun qo'pmoq bo'ldim. Afsus, put qo'limda mag'dur yo'q. Qo'limda osma, amal bo'lmadi. Yotqanimizga qancha uzun bo'ldi? Bir kundan oshdi. Ro'shangul soatiga qarab qo'yib javob berdi. Shuncha uzun yotdimmi? Ishlar qandoq bo'lib ketdi? Bo'ldi. Obdan aslinga kelib ol. Shu chaqda anglasangmi kechikmaysan. Odamni taqozo qilmay deb basangchu. U ishlarni uqmay qandoqmi yaxshi bo'la olayman? Amisi qisqacha deb beray. Sen hushsizlangandan keyin Shamsiyaning dadasi kepilnomi yozib berib saqchilarni yo'lga soldi. U odamga osonga tushmadi. Munosabat doirasidagilarga deb yurib hal bo'ldi-ku deyman. Dadangning qon besimi yuqorligini sen bilasan. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Shamsiyanimi sen bilan birga doktorxonaga kelgan. Hozir uxlayotdi. Men heliqi kasalliklarning oldin olish punktidagi xodimning saqchilar bilan birga paydo bo'lishidan g'ayrilik his qilib Ro'shanguldan so'radim. Saqchilar bilan birga kelgan heliqi yo'ldosh nima deb kepti? Buni so'rab qolding-ku. Sendan o'tingan bo'lay, rost gap qil. Murat degan narsa odam emas ekan. Uning bizga berganlarining hammasi saxta nima ekan? Nimaga unda qilganligini o'qib baqay desam telefonni aytdik. O'zining qarasini ko'rsatmayotdi. Saqchilarni izlayotdi-ku deyman. Mush gaplarni qilayotganda Ro'shangulning ko'zlaridan yosh quyildi. Men hammani tushundim. Shamsiyaning kesilining sog' chiqqanimi yolg'on. Beshim qiyib ketdi. Telefonim sayridi. Taslikda oldim. Ha, qandoq o'g'lon? To'y kuni to'yni bo'lsa qandoq bo'ladi ekan, ha? Oygulning dadisi. Bizning shahar boshlig'ining ovozi edi. Telefon qo'limdan sirg'ib tushdi. Beshim yonga asta qiysaydi. Cho'nglar Shamsiya Ro'shangullar degidek beshimni qarab o'ltirishibdi. Beshim toshdek chinqilib og'rib, ko'zimni bek tasda ochdim. Bo'g'zimga bir narsa kaplashib qolgandek gap qilolmadim. Ularmi meni boshda gap qilsgan dedimi yoki varang-churangda mening kayfiyatimni o'zgarib qolmasin dedimi, gap qilishmay men qarab o'ltirishadi. Qarasam hammasi judab qolgandek. Bo'libmi Shamsiyaning ko'zlari o'ltirishib, o'riqlab qolgandek ko'rinib, ko'zimga yig'i keldi. O'shunga kelganingdan biz bak xo'sh o'g'lim. Ichingni pushirma. Yaratgan egam Alloh degan bandasini xorliqda qo'ymaydi. Balkim bular Allohning bizlarni sinishidir. Onam shundoq degan bo'lsa-mu, menga ko'rsatmay deb yo'shirin yig'lig'inini mendan yo'shirolmadi. Ko'zlarimni yumib oldim.
mush ko'zlarning yumilishi bilan tang azoblarim, aslimlarim tang yo'qolsgan ilohim. Bir eg'izmi zuvan surmay yo'qlab kirganlar, men qaravotganlar qarashqimi jur'at qilolmay yotganimga 4 kun bo'lganida onamning yig'ilishi, Shamsiyaning o'tkir ko'zlarining qarashlariga bardoshlik berolmay, "Ona, meni kechiringlar" degan gapni qilib, onamning bag'riga o'zimni tashlab rosa yig'ladim. Yig'imga hamma jo'r bo'ldi. Ichim ozroq bo'shig'anda qilib tomoqqa kirishib oldim. Mening bu holatim hammani xush qilib etdi. Shundala ularning qo'li bo'shig'anda qilib, menga birlikda qarashdan birdan qarashga boshladi. Bugun tushda Shamsiyaning uyidagilar onam dadamlarga arduqchi beramiz deb ilib ketishdi. Yenimda Ro'shangul qoldi. U chiroyimga rosa bir sapsilib qarab atgandan keyin, Shakir, taqdirning chaqchig'ini bunchalik qattiq bo'ladi demabdiman. Sizlarning pasport, o'qish ishinglarni to'g'rilab qo'ydim. Ozroq yaxshi bo'lib elib chet elga Shamsiya bilan chiqib ketinglar. Uning bu gaplarining orqasida sening ishing chatoq degan ma'no bor edi. Men nimadan qochman Ro'shangul? Qochgan taqdirdimi nega bora olayman? Qechib bir umr sargardan bo'lsam, ota-onam qandoq qiladi? Men degan yolg'iz o'g'il tursam, dedim. Ko'zlarimga yosh kelib, boshqa gap qila olmadim. Ko'zlarimni uningdan qochirib sirtqa qaradim. Sirtda bu yilqi tunji qor tushyotdi. Vah, ajab payzig'u, yig'ayotgan qarga qarab kimni eslayotgansan Shakir? O qushning sayrishimi buncha sat anglanmas. Nadin kirdi ma'u nakas. Qo'lida bir sivat gul ko'targan Oygul eshikdan kirib kelib etib shundoq dedi. G'azab kuchi badnimga mag'dur beg'ishlab, uning qonidan ilish uchun turib ketdim. Afsus, uning keyindan kirayotgan shahar boshlig'ini ko'rib, o'zimga haybadim. Odam degan shuncha qilin bo'ladi ekan. Ular balkim mening tomoshoyimni ko'rish uchun kelgan bo'lsa kerak. Qudularimiz ko'rinmaydi-ku o'g'lim. Shahar boshlig'i qudularimiz degan gapni xil qamlashtirib urg'uliq qildi. Uning mening kislimdan ahvol so'ramay, uyimdagilarni qudularimiz deb otishi meni o'sal qilish uchun kelganligini ko'rsatdi. Menmi bo'sh kelmay. Qiynatamlar mehmon qilamiz deb aytib ketgan, dedim. Oygul kulib ketib. Qaynatam dedingmi Shakir? Bilib qo'yginki, sening qonunli qaynatang oldingda turibdi. Deb dadisini ko'rsatdi. Bu chaqda bir chat qarab turgan Ro'shangul, Bo'ldi qilsang bo'larmiki, Aygul? Bu yerga kelishga qandoqmi yuzing chidigandi? deb shahar boshlig'iga bishorat bergan edi Oygul. Ro'shangul, bu yerda sana nima bor? Bu biz bir oylik kishilarning ishi. Yatlarning arilishishiga bo'lmaydi-ku deyman. deb azob ishida buzilgan nervlarimni qo'zg'ab qo'ydi. G'azifim tutdi. O'yin ko'rish uchun payt tanlab, cho'nglarning yo'qligidan foydalangan mono shahar boshlig'ini qizi bilan qo'lladim. Ular akirgan gulni yo'lib ilib, "Yo'qol, iflos!" deb Oygulga qaratib otdim. Shahar boshlig'ining chiroyi qardab ketgan bo'lib, oron tinib turib, Shakirjon balam, o'z-o'ziga ozroq hay berishni o'rganib bilingchimi? Nikohlab olmagan bo'lsangizmi, qonunliq olgan xotiningiz turib, boshqalarni ustlab og'layotgan siz iflosmi yoki o'z erining boshqalarga buzilishini ko'rib o'zini qo'ldan qizim iflosmi? Her ikkiling iflos. Bo'ladi amsa. Kimning iflosligini qonun ayirsin.